Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi ishimizni o'rnatdik. Bu yerga 4 ta oraliq veranda o'rnatganmiz. Aynalar oq 06 galoniy aynalasa berdik. Antrazit achvaga bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Bularimiz kvadrati 650 ming so'mdan tushdi. Katta ko'z bo'lgan. Ustulni oldidan urib berganmiz. Jahlar ham xudo xolasa zo'r kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Eshigi balkon qanotdan bo'ldi. Osha-moshalar 4 tadan qo'yilgan. 2 qanotli eshik. Yurabchalar zo'r chiqqan xudo xolasa. Ruchkalarni ham tozasini qo'yib berganmiz. Ustullarda oldi tarafini o'rab ketganmiz. 06 aynak. Kimga shunday akfalar kerak bo'lsa 91 487 13 37 nomerlarimizga aloqa qilib qolasizlar.